Men shu Jasmin Terrasiga aytmoqchiman. Sani aqling yetadimi? O'zbekiston charchadi miyasi. Baqir-chaqirlar, sani hamma o'zlari yaxshi ko'rgan muxlislik qilayotgan san'atkorlar nomini bo'qqa tiqaverishingdan charchadi bu O'zbekiston, baqir-chaqirdi. Shantajlikdan charchadi. Odamlarning miyasini, men og'zingdan chiqayotgan gaplar bilan buzolsan, sani aqling yetadimi? O'zbekistonga hujum qilayotgan, Toshkentga xavf solayotgan kuchlar bilan kurashishga aqling yetadimi? Yetmaydi. Chetdan turib vala qilish oson, lekin bu yerda ichkaridagi sharoitni bilmaysan. Qancha qiyin ahvolda yurganlar bor. Qanchalik bizga xavf solayotganlar bor. Shular bilan sen halol bo'lsang, sen to'g'ri gap aytayotgansan, sen aqling yetadimi shularning birortasini olib chiqib razbor qilishga, video orqali bo'lsa ham. Bir kunda 1 soatda o'tirgan joyingdan yo'q bo'lib ketishga, yo'q bo'lib ketishingni bilasan. Yo'q qo'rishadi seni 1 soatda. Seni kuching yetyapti san'atkorga, sening kuching yetyapti hurmatli odamlarga. Chunki ular o'zini ehtiyot qiladi. Har kim bilan qarama-qarshi bormaydi. Har kim bilan o'zini teng qilmaydi. Sen shundan foydalanasan. O'zini oilasi mustahkam, o'zini puli bor, o'zini hurmatga ega bo'lgan, o'zini ehtiyot qilib yurgan odamlarning nomini harom qilish evaziga ularni sen bilan yuzma-yuz kelmasligini bilib turib, barman bilan o'zing ularni harom qilsan nomini. Sen bilasan, sen aqling yetmaydi. Sen qani agar rostdan yordam beradigan bo'lsang, so'rol qancha boshqa muammolar, jiddiy muammolar, bitta oddiy bitta bolachaga yordam ber, oddiy kasal bo'lgan qizga yordam ber. Biz har kuni qanchasiga biz uni video qilmaymiz. Qil borib, hech kim e'tibor bermayotgan. Sen aynan prosmotr yig'ish uchun, aynan o'zini juda katta reytingi bor odamlarga osilasan. Sen o'zingni shular bilan teng qilishga harakat qilasan. Chunki bilasan O'zbekistonga kira olmaysan. O'zbekistonga kirsang sen xor bo'lishingni. Seni butun xalqning oldida seni olib chiqib nima qilishlarini bilasan. O'zbekiston xalqi senga o'xshagan odamni qabul qilmaydi. Buni yaxshi bilasan. Sen spesialniy mana shu kasal bo'lgan, avariya bo'lgan, nimadir muammosi balinsada. O'tda hali balinsada vaqti bor edi tuzalib ketish, imkoniyati bor edi ko'koshni. Sen bilasan. Mana shularni ichiga kirib olib, sen O'zbekistonni какой-то qanaqadir bir kallasi yo'q, mana shu xalqning ichidan nechtadir odamlarni yig'ib olib, sen o'zingga jamoa to'plab olsan. Va shuni orqasidan yana aytaman. Ertaga bularni mehriga tushib turib, sen mabitda kelib normalni yurmoqchisan. Konsertlarda birinchi qatorda o'tirib, restoranlarga kirib. Sen bilasan, sen itday haydab o'rishadi mana restoranlar, mana kafelar, yo mana bittaki odamlar bunaqa zotlarni, bunaqa toifalarni, bunaqalarni qabul qilmay, basharasiga qarab yoki bunda salom alik qilishga ham arzitmasligini bilasan. Shuni hisobidan sen missiya qo'ysan, sen shunga tayyorgarlik qo'ysan. Men hammasiga aqlim yetadi. Men javob bermay turibman degani bir oydan biri meni otimni aytib, xohlang gapingni gapirasan degani, men qo'rqyapman yoki bir yeb qo'ygan yoki bir bo'qim bor degani emas. Sen esingdan chiqmasin. Sen normal odam bo'lsang, rostdan ham odamlarga yordam bermoqchi bo'lsang, olib chiq boshqa jiddiy muammolarni. Olib chiqqin, qani aqling yetadimi? Qiziqqin qonun tomonidan mana shu bo'layotgan muammoga qanaqa o'zi qonun idoralari bilan bog'lan. Bu tomonni ham o'rgan. O'zi mana shu joyda mana shunaqa deb chiqsam agar meni aldashmayapti, men yeb qo'ymaymanmi hech qilib ertaga uyalib qo'ymaymanmi deb o'rgangin. Men ko'tardim, men olib chiqdim, men olib chiqqanim uchun shunaqa bo'ldi deb o'zingni samara reklama qilib, o'zingga nisbatan intriga qilib, hammani voy молодец, bu to'g'ri aytdi bu. Voy, yo'g'i, zo'r, молодец, qasak chalinglar. Sen bo'lib turgan to'palangni shuni ishkal bo'tdi. Yugurib kelsanda, ha, nima bo'tdi? Qaramaysizlarmi? Men bo'larni uryapti deydigan intrigantlar bor. O'zi ishlarini hal qilmaydi. Lekin odam o'ylaydi-ki, молодец, mana shu kelib rishat qilib ketdi deydigan borib, mana shunaqa tapchkalarga o'xshab. Unaqa narsa qilib bo'lmaydi. Bizani xalqimizning Allohga shukr o'zini aqli, irodasi, ongi, o'zini bir gрамотный fikri bor. Men shunga xursandman. Men ko'chada yuraman, xursandman. Odamlar kim bilan teng bo'lish kerak, kim bilan teng bo'lish kerak emasligini biladi. Seni gaping bilan Allohga shukr hech kimga sarsagani yo'q. Itakillarda o'tib ketaver, ishlaringizni qilaveringlar deyapti. Men agar yana bir marta shunaqa voqeani kuzatadigan bo'lsam, o'zi to'g'ri yurgan normal odamga tashaganini ko'radigan bo'lsam, men dakanza boraman, tinch qo'ymayman. Sen ham agar o'zing kimgadir yordam berayotganingni, bermoqchi bo'lganingni isbotlamoqchi bo'lsang, ikki tomonni o'rganib fikringni aytasan. Shunga majbur qilaman seni.
Agar shuni qilmaganingcha men seni tinch qo'ymayman. Agar bundan keyin normal yurgan odamning nomiga dog' tushirib buq qiladigan bo'lsang, o'sha payt gaplashamiz. Hech qachon qo'ymayman. Men 100% gapimga javob beraman. Agar kimdir men hozir gapim davomini aytaman. Yana bitta narsani aytmoqchiman. Kimdir kommentariyaga kirib negativ yozsa, yomonlasa, hammalaringiz qo'shilib ketasizlar. Sizlar meni kimligimni bilmaysizlar. Meni qanaqa insonligimni, kimlarga nima yaxshilik qilganimni. Meni qo'limda 20 ta odam ishlaydi. Men 25 yil bo'ldi. Men sohaning ichida 20 yil bo'ldi. Kino studiya ochganimga. 60 ta kitobim, 300 ta kinoyim bilan men shu O'zbekistonda zvizda bo'lib yuribman. To'g'ri, kimgadir kinolarim yoqmas, kimgadir shaxsiyatim yoqmas. Kimdir meni umuman yomon ko'rar. Bu alohida boshqa masala. Lekin sizlarni o'zlaringizni, farzandlaringizni kelajagiga xavf kelyapti. Sizlarni o'zlaringizni mana shu farzandlaringiz, mana shu oila har bitta oilalaringizgacha men bu kirib borishiga men javob beraman. Har bittalaringizni tinchlaringizni bugun meni boshimga yoki Sitora Farmonovani yoki Abbosni boshiga yoki men bu Starhausni gapirib yoki Xonsaroyni yoki Xurshidagani boshiga tushgan ish men javob beraman har bittalaringiz boshiga. Chunki bunga spiska 365 kunga prosmotr yig'ish uchun 365 kun bunga material kerak. Bu hech qaysi sog'lom odamning oilasini tinch qo'ymaydi. Ko'zlaringizni ochishlaringizni va menga kimdir yordam bermoqchi bo'lsa, organ xodimlari bo'lsin yo boshqalar bo'lsin, iltimos qilamanki, men bu bilan shug'ullanmoqchiman. Men oxirigacha bormoqchimanki, agar bundan keyin yana aytaman, kimnidir nomiga dog' tushirishga harakat qilsa, normal odam aytaman. Men nenormallarni aytmayapman. Men bildim, bularni gapirayotganlarning ichida yarmisi nenormal ekan. O'zi hayotda yurishi, turishi boshqasi. Ular bilan ishim yo'q. Hayotda aralashmayman. Men kirib borayotgan joyim yoki kimdir himoya qilayotgan bo'lsa, menga chiqadi, unaqa emas. Prosta meni nomimga dog' tushirib, menga tuhmat qilishga harakat qilayotganligi uchun kurashyapman. Bundan keyin normal odamni, normal kompaniya nomiga dog' tushirishga hech qachon yo'l qo'ymayman. Hech qachon yo'l qo'ymayman. Men 100% javob beraman. O'lib ketsam o'lib ketaman. Bir boshga bir o'lim. Lekin men bu kimnidir sog'lom odamni, sog'lom oilani, sog'lom jamoaga dog' tushirib, kimgadir gumon qilishiga, podozreniya qilishiga hech qachon yo'l qo'ymayman. 100% shu gapimga javob beraman. Ertaga bu 4 ta video chiqqandan keyin nimadir pismayib qolib o'zim orqaga olib bunaqa narsa qilmayman. Kimdirni qo'rqotgan joyi bordir, lekin men qo'rqotgan joyim yo'q. Sizlardan iltimos, sal aqlliroq narsalarga, ustozlarimizni eshitinglar. Bir jiddiy narsalarga qiziqinglar. Farzandlaringizni jiddiy narsaga qiziqtiringlar. Mayli meni kinolarimni ko'rmasin, she'rlarimni o'qimasin hech kim, lekin ilm bilan shug'ullaninglar. Iltimos sizlardan. O'zbekistonimiz juda kelajagi juda ham zo'r bo'lishi kerak. Prezident tartib qarorini o'rganinglar. Ko'chada yurgan bolalarning 80% prezident nima yangi qaror chiqaryapti, nima yangi qonun chiqaryapti hech kim bilmaydi. Bu bizlar uchun bu yomon. Jasmin deb chiqqan videosini eshitmay qolish yomon narsa emas. Yoki ko'chada chiqqan bitta PR-ni bilmay qolish yomon narsa emas. Lekin o'zlaringizni kelajaklaringizni hozirdan o'zlari jiddiy ko'rmaslaringiz sari har bitta axborot bosimini xavfi har bittalaringizni eshiklaringizdan taqillatib keladi. Mayli meni hech kim bir tinga olmasin, ko'rmasin, hamma yomon ko'rsin. Lekin o'zlaringiz ongli ravishda fikrlanglar. Bu qanaqa ahmoqgarchilik, qanaqa uyatli holatga olib kelib qo'ydingiz uylaringiz, qanaqa sharmandagarchilik. Sabrinaga Jasmin video qilmaganda yordam bermasdimi hech kim? Yoki Kokoshga Jasmin video qilmaganida o'sha yerda klinikadan hech kim olib chiqib ketmas edimi? Yoki Munisa Rizayeva e'tibor qaratmas edimi? Yoki Ozdin Nursaidova Sabrinaga vнимание qilmas edimi agar mana shu iflos agar video qilmaganida? Hech qanaqa aloqasi yo'q, real qaraganda. Ko'zlaringizni ochishlaringizni xohlayman. Men yana aytaman.